Muhabbatnoma 41-qism. Zarqib kutgan bir hafta to'limi tasdiqda o'tdi. Opamning qo'ljidagi mehmondorchiliklari hech tugimidimi, texch kelmayotdi. Bu jarayonda Erpon bilan opasi bilan qizi jidallashib, Risolat ammamning "Bo'ldi, bu qiz bilan to'y qilaman dema" degan gapiga Shuhrat unumay, xushal-xuram, mehrlik, baxtiyor bir oila tuyuqsizla jangi jidal maydoniga aylanib qoldi. Shuhrat bak qattiq e'tiroz bildirib so'zlabmi ketmadi. Jimmida o'ltirib xayollarini surib, oxirida opasiga agar Layligul bilan to'y qilmasa, buningdan keyin to'y qil deb qistimasligini, turmush ishida uningdan boshqa bir kimni hargizmi o'ylashmaydiganligini, zodi ayrilib ketmasam bo'lmaydigan ish bo'lsa, to'y qilaman, do'kon ochaman deb yurmay, ishga kirib ketib, shu yerda biror ish qiladiganligini aytdi. Ayrilib qolganiga oz kam 10 yil bo'lgan bu bechora ana Aran testiniga qaytib kelgan o'g'lidan yana bir qatim ayrilib qolishni xohlamay, tanqislik dastidan yum yig'ladi. Uningga qarab yuragim puchilib ketdi. Nima degan bilan uzoq vaqtlardan beri o'z opamdekli bo'lib qolgan emasmi? Dardiga darmon tepib, mushkulini osonlashtiray deb o'yladim. Biroq shakllarni Erponga o'tinib berishim mumkin emas edi. Erponga nasihat qilib, ochaning to'yiga qarshi chiqma degili texi bo'lmaydi. Boshning ichimi, teshimi qetib turgan bir paytda Layligul o'tirg'i chiqibla Shuhrat bilan to'y qilishni ching turib, to'y ishida inisining qaroriga baxmaydiganligini, o'z baxtini qo'g'dashda qat'iy ching turadiganligini aytib, opasiga hamma gapni ochiq debdi. Garchi u Shuhratdan ayrilib ketmaydiganligini aytganda, naq maydonda men bo'lmasammi, bir qiz bolaning shu fikrni dodillik bilan oldiga chiqib deyilishiga tog'dek jasorat, yo'lbosninkidek qo'rqimsiz yurak ketadiganligini faraz qila oldim. Layligulning shu qarori inisining yomonlab ketishini, xeli bir mazgilgacha uningga ta'tir qarab yurishni keltirib chiqargan bo'lsa-mu, lekin Shuhrat bilan bo'lgan to'y maslahatiga ta'sir yetkazolmadi. Ularning ishidan g'am qilmasa ham bo'ladigan bo'lganda, mening ko'nglimda g'amning eng og'ir kuvajab turadi. Ya'ni opam bo'ljidin qaytib kelsa, Shakila bilan to'y qilish xiyolini uningga desam, qo'shilsuqu qo'shildi. Qo'shilmay qasqanda qilaman. Mushu g'am bilan kunlarni, yillardek, tunlarni bir asrdek tasdiqda o'tkazib, 10 kunga ulashganda opam qaytib keldi. Men texi bugunla bu ishni opamga deyman deb, jenim ichimga patmay yuribdiman. Lekin u eshikdan kirib chamadonni qo'ya qo'ymayla tuyuqsiz qilgan gapidan hayron qoldim. Tezroq bo'l, mashinangni haydab berib, yeliqi Shakila degan qizning opasini aytib kel. Ismi nimati? Ha, Risolatmi? Ha, shu. Öndidarda bugun kechda ko'rishilganga deyishib qo'ygan, deyishgan vaqtdan xeyli keyin qoldim. Tez bo'l bala. Opa, Risolat ammam bilan ko'rishib nima qilsan? Desam gapchiq. Bir eg'iz gap bilan tushuntirib bo'lmayman. Avval berib uni ep kel. Qolgan gapni keyin deb beraman. Kech kirib ketdi balam, bo'la chaqqan. Buningdanmi kechiksak sat turdi. Yeli o'zim boray deb qatnashda yo'lga chiqib bo'lmasin yana. Ig'ir dilg'ulliq ichida eshikdan chiqib, mashinamni haydab, Risolat ammamni og'ilmadim. Yo'lda bag'ucha opamning nima o'ylayotganligini, Risolat ammam bilan nima sababdan ko'rishadiganligini, mendan nimani yushirayotganligini faraz qilib, to'la o'ylab, kallam qapoq bo'lib ketdi. Qerishqandek Risolat ammam Layligulni o'zi bilan birga elib olib, gap so'rashga imkoniyatni bermadi. Samandarni sodiq mahir qo'lidan ish keladi deb o'ylaydim. Opasining ko'pki mahir tijoratchi ham girim buyumlari tadqiqotchisi ekanligini o'ylabmi baxmabdi ekanman. Aytursun ishkimiz Undidor to'pida tanishgan. Shakila aldirash bo'lg'ashqa uning o'rnida girim buyumlari savdogarlarining to'piga kirib olganim ham qandaqli yangi uchurlar bo'lsa qizimga yetkazib yurganim davomida qiziqchi, xushchaqchaq ham gapchi bu ayol bilan doim gapimiz, chaqchaqlarimiz bir yerdan chiqib kelib, shu sababdan Undidorimizni qo'shib elishgan edi. Bir mazgildan keyin u Samandar bilan birga tushgan rasmni do'stlar chambargiga chiqarib, "So'yimlik o'g'lim, qutlug' tug'ilgan kuningga va meni ona bo'lish sharafiga ega qilgan bugungi xotir kunga muborak bo'lsin. Seni 1000 olamlik muhabbatim bilan so'yiman" deb yozib qo'yibdi. Shu chaqda uning Samandarning opasi ekanligini bildim va o'zimcha hayajonlanib ketdim. Ilgari opasining gaplarini Samandarning eg'izidan to'la anglaydim.
u ikki gapning birisida apam deb eg'izidan tushirmaydi. Mana bugun bu ayolning rasmini ko'rdim. Hamda do'stlar chamirgini to'liq serib ko'rib, rasmlarining hammani ko'rib chiqdim. Shuncha jiq mazmunlar ichida bar yo'q necha parchalar rasmi bor bo'lsa-mu, u odamga illiq, mehri issiq, ochiq yo'ruq, chiqishqoq ta'sir beradi. So'z qilgan girimlari ziyoda modami emas, bak matumi emas, lekin yarishimliq ham qodir sifat kiygan kiyimlari esil zotlarcha ko'z tutib turadi. U turmushdami mushundaqmido bilmadi. Ish qilib, bu ayolning taqdirqi, chiroydagi xotirjam tabassumi va yiqimliq kulib turishidan illiqlik his qildim. Bu chaqlarda Shakila bilan Samandar hozirgidek yaqin emas edi. Shunga bolalar haqida paranglashib ketmadik. Faqatla u chiqargan mazmun ostiga kelishgan Samandarning tug'ilgan kuniga muborak bo'lsin, ona bola ishkinglarning to'g'riq yashid yashashinglarga tilakdoshman deb yezib, chin ko'nglimdagi tiligimni ifodaladim. Ayol o'tmay u xat qaytirib, siz o'g'limni tanimsiz deb so'rab qoldi. Bizning tanishishimiz ana shundoq boshlandi. Necha oylar davomida ashundoq paranglashib, ahvollashib yurib, yaqin do'stlardan bo'lib qoldik. Hozirga kelganda ikki bolaning munosabati xeyli taraqqiy qilib, to'y ishini o'ylashsimi bo'ladigan yerga kelganda, yo uningdan bir ig'iz sado chiqmadi, yo Samandardan. Turibla qizimni ahmoq qilyotgandigandi deb o'ylab qolman. Ammo tushunishimcha, Samandar undaq bolalardan emas edi. Amdigu yamonning peshonasiga opisi tamg'i besib tug'magandikin, ne yomonlarmi yaxshilar orasida yaxshidek yashab yurgandikin, kim yaxshi, kim yomon abdiga qarabla bilgili bo'lmaydi. Shundaqdimi, to'yg'imning bir yerlari bu bolaga ishansam bo'ladiganligini izohlab turadi. Qiyni bir gap bo'la deb kun oylar o'tib bugunga ulashganda u tuyuqsiz undidorda gap qilib qoldi. Risolat, biz yangi tanishganda siz menga ilgari ishkirdi girim buyumlar zavodida ozkam 2 yil ishlagan, shu chaqda o'rganganlarimni xotirlab yezib qo'ygan edim deganda qilgan edingiz. Gullardan javhar ayirib girim buyumlar yasashni bilasizmi jinim? Andin xotirlab qo'ygan yiliqi narslaringiz hozirmi bormidi? Onunğa xatirning hozirmi borligini aytib, nimaga lozim bo'lib qolganligini so'rganimda, u g'o'ljida yurgan bu necha kun jarayonida yerlik dehqon ayollarning usti Quddus gulini qaynoq suvga chilab qo'yib, qaynoq suvga gulning ta'mi chiqib suvi sovuganda, shu suv bilan yuzini yuydiganligini. Shu usulda davomli ishlatganlarning terisining kichik bolaning terisidek yumron, ching, suzuk ham nuqsonsiz ekanligini. Buni bilgandan keyin tuyuqsiz usti Quddus gulidan javhar ayirib, girim suyi va boshqa turdagi girim buyumlarini tadqiq qilib yasash xiyoliga kelib qolganligini. Biroq o'zi bu ishlarni sistemini o'rganmagan bo'lg'ashqa, texnika ishida qiynaldiganligini. Shunga meni yordamga chaqirish o'yiga kelganligini aytdi. Ayol kishi bo'lsa-mu, kallasi bak ishlaydigan, yangilik yaratishga mahir ayolkan. Gerçi zavoddan ayrılgılı 10 yil bo'lay degan, shu chaqda o'rganganlarimni unutib qolay degan bo'lsam-mu, xotirlab qo'ygan narsalarim yelimi bor edi. Shuningga tayansaq va kam taraflarni davomli o'rganib, bu sohada salohiyat guvohnomasiga erishgan biror mutaxassisni taklif qilsak, bu ishni ro'yobga chiqara olishimizda chatoq yo'q edi. Aytursunning shirkati ko'p yil girim buyumlari savdosi ham ishlab chiqarish bilan shug'ullangan bo'lg'ashqa, undaq mutaxassis shu shirkatdan chiqadi. Shularni o'ylab so'rab baqinimda, u menga bu taraflardan g'am qilmasam bo'ladiganligini aytib, ko'nglimni tindirdi. G'o'ljidan keladigan kuni Aytursun yana undidorda xat qoldirib, o'zining bugun Urumchiga tushadiganligini, uyga beribla Samandarni men tarafga yo'lga soladiganligini aytib, meni uyga taklif qildi. Ko'rishibla girim buyumi tadqiq qilish hamkorligining ishini maslahat qilishdi ekanmiz. Gerçi xiyolimdagi bo'g'isi qudam bilan tunji qitim bu xil usulda ko'rishishni toza xolab ketmagan bo'lsam-mu, hamma ishlarning yaxshi bo'lishi va mushu hamkorlikdan yangi bir yo'l ochilib qelish umidi bilan uning taklifini qabul qilib, boradiganligimni aytib, uni xotirjam qildim. Layligulmu Shakilaga o'xshashla bu sohaga qiziqadi. Keyincha o'g'lim bilan to'y qilib, oilamizga rasmiy kelin bo'lib kirsa, u mu savdo ham girim buyumlari sohasining odami bo'lib qolishi aniqli ish edi. Shunga ko'zi pishsin,
ko'nglida san bo'lsin, bu sohani kasbiy ishlarni tushansin deb yana bir jihatdan aytganda Laylagulni bildi epasam, Aytursun uning yolg'on putini ko'rsa, meyib qizlarga qanday qaraydiganligini dangsab beqishni maqsad qilib, unimi bildi elib oldim. Bizni og'ili kelgan samandarni kayfiyati yaxshi emas bir holda sezdim. U ortiq gap qilmadi. Beyab his qilib menmi so'rayamadim. Uyga borgandan keyinmi u xuddi apsiga agashgan qo'zidak Aytursun ikkimizning orqasidan bir bassaq bir besib, ikki bassaq ikki besib tang yurdi. O'zaydin bizni tinchayotganligi, nima deyishayotganligimizga diqqat qilayotgani bilinib turadi. Apsi ikkimizning yangi girim buyumlari ishlash to'g'risidagi paranglarimizni biror soatcha anglagandan keyin bara-bara chiroyi ochilib, aslidagi sho'xliqqa qaytdi. Meyvechi va qahvalarni to'shib, ochiq chuchuklarni ep kelib tanglab harmadi. Bir yoqdan qarasam, undidarda Shakila bilan qizg'in paranglashayotgandekmi qiladi. Hamkorlik davomida Aytursun bilan chiqishib ketalasam, shu bahonada Shakilani bu hamkorlikqa qatnashtirib, Aytursun bilan tanishtirib, arini barg'an siri yaqinlatishning xiyolini qilib qoldim. Shu kuni Aytursun Laylagulning yolg'on putini ko'rib, boshda hayron qoldi. Qisqili tamtirashdan keyin bag'rini echib kelib, uni bag'riga besib qizg'inlik bilan ko'rishdi va uningga baxt tiladi. Bu holni ko'rib ko'nglim tindi. Yenikkin nafas oldim. Manga kergimi, arzuyimmi dal shu edi. Laylagulga qizg'in bo'lgan ekan, bu uning Shakilaning meyibligini qabul qilalaydi degan gap edi. Shuningdan keyingi bir oyga yaqin vaqt tadqiq qilish, maslahatlashish, planlash bilan o'tib ketdi. Bu jarayonda ikki oiladagilar yig'ilib tomoq yeyishib, o'zaro berish kelish qilishib, yaqin tuqqanlardek izlashib o'tadigan bo'lishib qoldik. Aytursunning Shakila bilan Laylagulga bo'lgan qarashimi, muomalasimi yaxshi edi. Qizlarning Aytursun bilan kulishib, chaqchaqlashib, yaqin bo'lib ketganini ko'rsam, Shakila bilan Samandarning baxtli turmushini ko'rgandek bo'lardim. Samandardan yoki Aytursundan gap chiqmaganiga ichim puchadigan ishlarni qayirib qo'yib, Shuhrat bilan Laylagulning to'yining tayyorligiga tushdim. Shu arda Gulbahor telefon berib, Erpanning ochisining to'yiga qatnashmayman deb ching turganligini aytib yig'lab ketdi. Nima amal bo'lsin? Uni kelmaydikan deb bu to'yni buzg'ili bo'lamdi. Bo'pti. Hozir qayda olgan bo'lsa, hamon bir kuni tushunib qolar. Tushunmasimi ular baribir qon qirindosh. Keyin ochisining baxtlik bo'lganini ko'rsa, bu azarchiliklarni yo'yilib ketadi. Shu chaq bo'lganda biz cho'nglarni qarab turmay ularni yarashtirib qo'yamiz. Biroq to'y kunini bekitayli deb masat qilishayotganda Aytursun qizg'inligimizga sovuq suv sepib, oldi bilan ishlayotgan girim buyumlarini bozorga sepib bo'lishimiz, andin to'yni qilib gul ustiga gul keltirishimiz kerakligini, to'y kuni mahsulot e'lon qilish yig'ini bilan bir kunda ep berib, yig'inga kelgan mehmonlarni to'yga kelgan mehmonlarni mahsulot e'lon qilish yig'iniga o'pchi qatnashtirib, qo'sh taraflik unum yaratish o'yini o'tirg'a qo'ydi. Qarsam, bu bo'ladigan gapgan. Shunda qilib to'yga doir maslahatning muhim nuqtasi yangidan ishlab chiqarishga yo'llagan girim buyumlarining zavoddan chiqishiga bog'liq bo'lib qoldi. Maslahatlarning xush xabari bir-birlab chiqishga boshlagan chog'larda bizmi to'yning tayyorligini bitirib taqtimiz taq holda saqlab turishdik. Aytursunmi bu to'yning tayyorligiga alohida ko'ngil bo'lib, pulning ko'ziga qaramay chiqimlarni o'z yenidan qilib, kerakli narsalarni zakaz qilib akeldirib, Laylagul qatorliq hammamizning to'y kunidagi yasnishlarigacha, kiydigan, taqaydiganlarimizgacha o'ylashib, to'y marika zaliga berib ketadigan qatnashlargacha o'rinlashtirib, eng oxirida mahsulot e'lon qilish yig'inlarini puxta o'rinlashtirib chiqdi. Uning bu qadar turgunligiga, hammaga yetishligiga, erlardek jasorati va harmasligiga, ishlarni o'jir-bo'jirgacha planliq o'rlashtirishiga ichim kuyib, qoyilligim teximi oshdi. Aytursun hadam ozroqmi tuqqandarchiligi bo'lmagan Laylagulning to'yini deb, u qizga bir muncha narsalarni epadi. Voy, bu narsalar baq qimmatdi. Bo'ldi, endi sizni chiqimdor qilavermay. Elimi menga o'z opamda g'amxo'rlik qilib keldingiz. Yuzimni qalin qilib bir muncha pullaringizni xajlavatdim. Sizmi pulni yo'ldan supurib olmisiz ya? Xijil bo'lib qoldi ekanman. Endi menga bir narsa ep berman demang Aytursun ada.
Hozirgacha qilganlaringizga bak rahmat. Sizdan bakla minnatdorman. O, işte. Adamning qizig'iligiga so'g'uq so'z atmagin a. Yosh vaqtimda o'zim arzu qilgan to'y marosimini o'tkazolmay, shuncha tirsammu ahvol yeliqib bo'lib qolib, bir jup o'tik, oddiy bir qur kiyim bilan to'qimchilik zavodidagi 3-4 xizmatdashimizning hamrohligida yarim soatli davomlashtirgan yomonmi bir namra to'y marosimini o'tkazib yotliq bo'lganman. Muhabbatnoma 42 qism. Xotima. Samandarning dadisi shundan keyin izchil qo'limizga pul kirsa, butun urug' tuqqanlarimizni chaqirib, seni xonishlardak yasab, katta marosim o'tkazib berib, tantanalik katta tabriklar bilan qayt yetkab kelaman deb talay va'dalarni bergan. Lekin tuqqanlarni chaqiramay, kichiklar ulash to'y bilan bir uyga kirvag'inimizni bilib, ota-onam tuqqanlarim mendan bakla xafa bo'lgan edi. O'zi qatnashmagan u to'yimizni e'tirof qilmadi. Shuning bilan ularning nazarida to'y qilmayli bir uyga kirvagan yuzi qiylilardan bo'lib qolib, necha yillargacha bizni kechirmadi. Yo'qlab bo'lsak eshikni ochmadi. Menda qizidan tinib yuzimga qarmadi. Balaliq bo'lgandan keyin endi bir kechirib eta deb o'ylasam, nada deysiz? Texmi jaklik etib, quchoqdagi kichikkina samandarnimi ig'izini buzib tillab, bizni bo'zog'isi oldidan haydab etdi. Deyishlarcha, qizimiz haq bilan to'y qilmayli bir uyda turib, to'ysiz qo'saq ko'tarib bola tug'ib oldi. Biz haqning oldida yuzimizni ko'tarib yurammidik deb qiytab qolgan ekan. Buni natijalardan keyin bildik. Shu chaqda Samandarning dadisining qattiq ko'ngli yerim bo'ldi. Ham qandaqlik his qilib, pul tepib uyimdagilarning oldida katta marosim o'tkazib, meni nom otig'im bilan ularning oldidan yetkab kelishga bel bog'ladi. Shundan keyin u kunduzni kechiga ulab ishlab, nada stanok buzilib qolsa sanduqni ko'tarib yurib, shu yerga palaqshib, zavodga ish tugisa sirt bilan aloqalashib, to'qchilik ishlarini qilib, stanokdan bekor bo'lsa sim to'riki ustida, to'qchilikdan bekor bo'lsa qurilishlarda ishlab, bir mazgil bakli jafo tortdi. Ammo kutgan kunlarga ulashqicha yaxshi kunning yomoni bo'lib qolib, bir kuni yalang'och, bir uchi eriqdagi yaqin suvga chilinib qolgan to'ksimga tiyib ketib, to'k soqib etib o'lib ketdi. Shundan keyin ota-onasi urug' tuqqanlar qarmaydigan, er o'lib ketgan butun suruq tul yetim ayolga aylanib qoldi. Ash kundan boshlab turmush, balam, oilam deb tatib ketgan jafolarim az emas meni. Katta to'y marosim o'tkazib berman, qimmat kiyimlarni, oltin jabduqlarni elib, uyimdagilarning oldidan cho'ng to'y qilib yetkab kelaman demagan bo'lsa, shu ko'ngilsizligim yo'q edi. Shuni to'nimasam, bir qiz bolaning to'y bo'g'inidek bo'lsa, o'zimcha hayajonlanib ketaman. Shu ishlarni yillar bo'yi faqat unutamadim danglar. Layligul mening o'z qizimga o'xshash. Uning ustiga tonishqandan ta hozirgacha jafoyimni to'la tatdi. Tamoqlarimizni etib, çaylarimizni damlab, o'ylarni yig'ishtirib, yugur yetimlarning hammasiga chepib, bakla hardirib etdik. Eng muhimi tuqqan bo'g'ilyapmiz. Qo'yningdan to'kilsa qo'njingga deb tikan ko'nila. Mushunda xayr xalqni yaqin tuqqanlarga qilmasak, kimga qilamiz? Shuning uchun uni buni deb rayimni qaytirmay, ko'nglimdagidek qig'ilib qo'yinglar. Aytursun hadamning tuqqan bo'g'ilyapmiz degan gapini nemaga qartib deganligini anqaramay qoldim. Biroq uning Layligulga muncha mardlik bilan hamma nimalarni ep berib yurganiga sal ichtorliqim keldi. Bir yerlarimdan chidamadim. Garchi xajlasam yetib oshqidek pulim bor bo'lsa-mu, uning puliga menga narsa kerak ep berishiga ehtiyojim bo'lmasa-mu, ish qilib
sal chidimidim. Taglab o'ylasam, uning mardlik qig'iniga emas, Laylagulga mehrini ziyoda baginiga chidimagandagmi qilatdim. Ammo yana inchik o'ylasam, to'yning bahonasida u qizga ko'p narsalarni ep berib yurgani bilan odatda menga shundoq amroqlik qiladi. O'zimning opam turib, opammi menga shundoq kuyinadigan, asraydigan turib, Samandarning opasining boshqa bir qizga kuyinginiga, ichtarliqim kelganiga ajablanatdim. Ham kulgim keladi. Laylagul qandaqli bo'lsin, yangam edi. Shunga o'ylaganlarimning xatosini tuzab, ishlarning yaxshi tarafini o'ylashga tirishib, oxiri o chidamasligimni ko'nglimdan chiqarib kechda hammamiz yig'ilib tamoq yeb o'ltirgan so'rinda Aytursun hadam bir jup soat bilan bir dona oltin uzukni sumkasidan chiqarib, akam bilan Laylagulning oldiga qo'ydi. To'yinglarga cho'ng sovg'atmi tayyorlayamidim. Oddiy bo'lsa-mu xotir bo'lib qolar deb mushularni o'zim tanlab ep qo'ygan edim. Ko'pincha kishilar soat sovg'a qilsa bo'lmaydi deb qaraydi ekan. Lekin men undaq o'ylamayman. Yaxshi kunlarning guvochi sifatida soat sovg'a qilsa nima bo'pti? Sovg'atlik soatni qo'lga taqgan odam har kuni ko'yginida shuni sovg'a qilgan odamni aslash bilan tang shu chog'dagi manzarani ko'z oldiga keltirib xushallanadi. Bir hisobda sovg'atlik soat degan sovg'a qilg'uchining o'rnida sovg'a qiling'uchiga hamroh bo'ladi. Shunga sizlarmi men o'ylagandek o'ylab, bularni birdan taqvilinglar-da, meni har vaqt aslab, sevinib turinglar. Akam, opam, Laylagul va ota-onasi Aytursun hadamga qayta rahmat aytib, o narsalarni qo'ldan qo'lga o'tkazib, hayajon bilan ko'rib ketdi. Shu chaqda yana chidamasligim qo'zg'alib, tumshug'imni ushladim. Menga yo'qmi Aytursun hada? Kechgacha o'sha ikkisiga ep berdikansiz. Meni o'ygaylab qo'ydingiz-jumi? Voy, ma o qizni cho'pchoq bo'lib qolganda bu aksi bilan yangisiga basaladigan, ha? Aldirmay turing, sizgimi bu? Lazım emas deganingizga o'nimay ko'mib yetaman-ku texi. U shundoq deb kuldi. Hammaylar Aytursun hadamning gaplariga qiziqsinib kulishib ketgan paytda opam xijillikda o'pkidak qizirib, o'diqib ketdi. Bu balanizda kichiklik qilib erkilab baxtay sizga. Uzuk soat deganlarni qo'lga taqaydigan narsadirsa, elpagan bilan ya taqiyamasa, ishtarliq kelib deb qo'yibotidi. Uzuk soat taqaydiganga qo'li bo'lmasa nima bo'pti? Men-chu Shakila qizimning beshiga oltindan toj taqayman, toj. O'g'limni sultonim deb bilib, ativalab cho'ng qildim. Kelinim bo'ladigan qizmi xonish bo'lishga loyiq. Uzuk taqiyamasa, necha uzukning barobarida oltin toj taqaymiz. Shunda qo'samandar. Aytursun hadamning kutmaganda qilgan bu gapi bilan yuragim qepidan chiqib ketgili tas qoldi. Yuzlarimning qizirib ketgani o't og'andak qizishqinidan ma'lum bo'ldi. Taqqida samandarga qaradim. Uning chiroyidagi hayronlik, hayajon, xushallik ushqillarga gap to'g'ri kelmaydi. U menga bizning ishlarni opamga degudak muvofiq fursat topolmadim. Fursat bo'lganda doim yolg'iz qolammidik. Ichim titillab ketyotdi. Opamning kayfiyati eng yaxshi chaqda aytib, ma'qulligini qo'lga keltirib olsam bo'ladi deb yuradi. Aytolmagan rost bo'lsa,
Aytursun hadam qandaq bilgandi? Taza qiziq paranglab bo'layotgan tamoq so'rini qaynayotgan qozonga sovuq suv qo'ygandek jimib qoldi. Apamning ko'zlaridan taramlagan ikki tomchi yosh mangziga tushib ulgurgan. Gulbahor hadam bilan yo'ldishining chiroyidagi kulga sovuqla qaytib qolgan. Layligul bilan akamning xushalliqdan ig'izi echilib qolgan edi. Yuragimning ritmsiz ham kuchli so'qishlaridan vujudim titrab, menga tikilgan ko'zlardan ko'zimni ip qechib o'ldirganimda samandar o'ldirganlarning kaynidan agilib kelib, g'ulachini kang ichib, apsini quchoqladi va yuzini apsining yuziga yiqib, balalarcha agilib ketdi. Apamning men deb bo'g'icha ko'nglimdagini bilib, shakila ikkimiz tanglik tortib bo'lguncha mushkulimizni oson qilganidan qavatli xushal bo'ldim. Bu kunlarda uningga deyanmay, degudek fursat bo'lganda ig'izimdan chiqaramay o'zimni tinglab, buruqdan bo'lib yurganlarimning siqilishlari ko'nglimdan biraqli yo'qoldi va ozodichilik ichida mamnuniyat topdim. Apam shakilani kelinim degan ekan, demak bizning to'y ishimizga qarshi turmaydi. Shakilani qabul qildi degan gap. Jahonda buningdanmi katta sovg'at bo'lamdi. Texi hammamizni hayajonga silib, uzuk soat taqaydiganga qo'li bo'lmasa, beshiga oltin tosh taqaymiz da'vatidir. Isil, mehrlik ayolda mening apam. Shuhrat bilan Layligulning to'yi bo'lib, Usti Quddus javhiridan ishlangan yangi bir yurish kirim buyumlarimizning mahsulot e'lon qilish yig'ini o'tkazib bo'linguchi bo'lgan arliqda men bilan Shakilaning ishi butun shirkatga, hatto hamkorlashuvchilarimiz orasidami pur ketibdi. U gaplarni anglab atayin meni izlab nasihat qiluvchilarmi, Shakilaning qo'llari yo'qligini, meyibligini samimga silib ogohlantiruvchilarmi, o'zining chiroyli qizlarini, singillarini, navri singillarini yoki qiz jiyanlarini menga tanishtirib qo'yish maqsadida telefon qilganligini aytib, ularning qandoq oliy ma'lumot ko'rganligini, 5 a'zosining sog', bejirim ekanligini, qayerlarda xizmat qiladigan, nima ishlar bilan shug'ullanadiganligini, baxtli chiroyli, aqlli ham o'ng'liq ekanligini, keyingi kunlarga egiligimizga ko'p bas qo'sha oladiganligini og'ziga tegmay so'zlab tushuntirib ketganlarmi bo'ldi. Ammo ular bilmaydiki, sadoqatlik oshiq uchun chiroyliq emas, so'ygan chiroyliq edi. Men Shakiladan o'zga har qanday bir qizning o'ylish beqishni xiyolimga keltirib baxmagan edim. Chunki jahondagi shuncha ko'p qizlar ichida faqat Shakilalar menga muhabbatni, baxtni haqiqiy his qildira oladi. Men uni chin yuragimdan so'yatdim. Mahsulot e'lon qilish yig'ini oxirlashib bir haftadan keyin vakolatchilarni kutilish yig'ini o'rinlashtirdik. Yig'inning tayyorlik xizmatlarini ishlayotganda oldirashchilik dastidan futimiz yerga tegmay ketdi. Men apam buyurgan ishlarni bir qator yurishtirib bo'lib, ishlardan doklad belgili va keyingi ishlarni maslahat tashkili uning ishxonasining oldiga kelganda, yerim ochiq turgan eshikdan tasodifiy holda uning bilan yordamchisining paranglarini anglab qoldim. Shu ishlardan sal g'am yeyman jumolidir. U qizning ishki qo'li yo'q ekan. Anlasam turmushda butunlay opasiga tayin ekan. Ularning to'yini qilib qo'ysangiz, uyinglarga kelin bo'lib kiribmi, kelinlik majburiyatini ado qilolmasa, oddiysi samandar direktorning qirqatlarini yuyib, tamaqini etib bermasimi bo'lmasdi? Ayol kishirgan pul topmasimi, to'y qilsam erim baqidi deyalgan bilan, qozon qo'shiqning huddisidan chiqamasa yana bo'lmaydi-da. Undaq deb ketgili bo'lmaydi. Men mo tamoq etib baxmag'ili 10 yilchi bo'lgandi. Xizmatkorlarimizdan ahallada bira choy damlab, tuxum pishirib qolganlarini hisobga olmaganda, odatda faqatla tamoq etmayman. Shuninglik bilan mo uyda hech qaysimiz oshqanmaymiz. Taraqqiy topgan bu zamonda u ishlardan ansirashning hojati yo'q. Kirqat deganni kir olg'ishiydi. Texi Shakila qo'lsiz bilaklari bilanmi o'zining kiyimlarini yuyib, aksi bilan opasining qo'lida yuydigan kirlarni o'zi yuyib berdi. Qandaq qiladikin, menmi bek hayron qolaman ba'zida. Uzun charchlarini ashu bilaklari bilan bir aplik tugalaydi ekan. Bek aqlli qiz u. Eng muhimi, o'g'lim ikkisi bir-birini yaxshi ko'rsa, baxtli yashab ketalisa, menga kerak shu.
O'tmishni o'ylasam, o'tgan umrimga ichim og'riydi. Yosh chaqlarimda yaxshi ko'radigan yo'ldishimdan ayrilib qilib, bakla azob tortgan edim. Muhabbatdan mahrum qilishning azobi men bilan tugisa, o'g'lim u kunlarni ko'msa deyman. Shunga nima bo'lishidan qat'iy nazar, ularni murodiga yetkazishim kerak. Shundaqku deymiz amdi. Lekin Samandar direktorga yaxshiroq nasihat qilib baqqan bo'lsangiz, atrofidagi boshqa qizlarni o'ylashib baqqan bo'lsa-mu bo'ladi. Mush shirkatdami yosh, chiroyli, saq, qobiliyatli qizlar ko'p bo'lgandan keyin Bo'ldi, bularni deyishmayli. Siz darhol chiqib qo'lingizga hamkorlik to'xtamnomasini besib, tiplab tayyor qiling. Katibat bo'limdagilarga uqtirib eting. Yig'in tizsini tezroq tayyor qilib, menga akirib bersin. Ishdan tushadigan chaqich ko'rib, o'zgartiradigan yerlarini o'zgartib, muqimda besib tayyorlab qo'ymasak bo'lmaydi. Andin yig'in salining aslahalarini tekshirib chiqib, masala bo'lsa, menga doklad qiling. Apamning bu vaqtda ortiq paranglashqusi kamida bo'lg'ay, yordamchisining gapini bo'libla uni ishga buyuribdi. Yordamchi qizning oyoq tevishi eshik tarafga yiqilganda, menmo ishxonaga kirdim. Chiqib ketayotgan qiz bilan eshikda do'qurishib qoldik. Nimishqikin uning chiroyi alamlik tus olgan bo'lib, ko'zlarida lig'irlab qolgan yosh yelila to'kilay deb qolgan edi. Baxt shunchalik oddiy. His qiladigan kishiga tenining saqligi. Hech bo'lmasa, yaqinlarining tan saqsizligini pisandga olmay muhabbat ato qilishi. Amroq kishilarning yanida bo'lishi. Tuqqanlarining oilada bo'lishi. Xushalliqi. Didor ko'rishib turalishining o'zi baxt. Muhabbatga zor kishiga so'ygan, ko'ygan kishisining bag'rida bo'lish baxt. Hammadan mubak murodiga yetish, arzusi amalga eshib, hayotidan qanoat tepishning o'zi eng cho'ng baxt. Samandar, u mening cheksiz muhabbatim va baxtim.